Yana cuma o'qiymiz keyin. Alloh beryapti bizga. Cuma kunini tongidek chiqqan quyoshdek chiroyli bir quyosh, chiroyli bir kun yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bizga Alloh berib turibdi, faqat biz buni idrok qilishligimiz kerak, tafakkur qilishligimiz kerak. Uning uchun shukr qilishligimiz kerak. Shunda bizning qalbimiz gapiradi. Gapirib shu nur bo'lib, munavvar bo'lib shukrimiz ziyoda bo'ladi. Biz qancha shukrimiz ziyoda bo'lsa, roziligimiz ko'p bo'lsa, Allohning marhamati ham yog'ilib ketadi bizga. Yuzimiz chiroyli bo'ladi, qalbimiz chiroyli bo'ladi, xonadonimiz chiroyli bo'ladi, amallarimiz chiroyli bo'ladi. Bu albatta Alloh bergan ne'matlarni tafakkur qilishlik kerak aslida. Biz endi o'zimizni qobig'imizdan chiqarmasdan hamma narsani yeyish, ichish, jaroq-juruq pullar bilan o'lchab qolganimiz uchun otuluv uy-joy bilan mana bu narsani ko'zimiz yog' bosib bilmay qolyapmiz. Bunaqa imkoniyatlarni, bunaqa vaqt hollarni ne payg'ambarlar, sahobalar, avliyolar orzu qilgan. Shunaqa bir holatlarni Alloh taolo beryapti. Biz endi bu ne'matlarga agar qadrini, qimmatini bilsak, jonimiz chiqib Allohga bo'lgan muhabbatimizda o'lib qolgan bo'lardik. Lekin ne ajabki bizda ko'zimiz, qalbimiz dunyoni tashvishlari bilan yog' bosib qolganligi uchun biz bu marhamatlarni uncha seza olmayapmiz. Chunki inson sarx kasal bo'lsa, ta'm bilmay qoladi emasdi. Unga asal bersangiz ham achchiqlaydi, shakar bersangiz ham achchiqlaydi, novvot bersangiz ham achchiqlaydi, shirin noz ne'matlar bersangiz ham achchiqlaydi, og'zi ta'm bilmaydi. Xuddi Allohning zikridan, marhamatidan, rahmatidan, ibodatlaridan mazza qilmagan odam sarx kasaliga o'xshaydi. Qarang. Sarx kasal odam, bu achchiq ekan desa, uni gapi e'tiborga olinadimi? Olinmaydi. Uni tuzatish kerak. O'kol dorilarini qilib tuzatsa, asalni bersangiz, asaldan ham shirin narsa bor qo'yadi. Noz ne'matlarning ta'mini qarang deydi. Odamni ham Allohning zikridan, ibodatidan zavq ola olmasa, mazza ola olmasa, qalbi kasalligidan bo'lar ekan. Uni istig'for bilan, tavba bilan dunyoni muhabbatidan xoli qilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Rasul xatoya hubbud dunyo deganlar. Xatoni boshi dunyoni yaxshi ko'rish. Shu o'tkinchi dunyoni yaxshi ko'rib qolamiz. Shu o'tkinchi dunyoni obod qilaman deb umrimizni, hayotimizni, kuchimizni, butun aqlimizni nimaga zavq shavqimizni shunga sarflab qo'yamiz. Qani? O'shaning uchun ibodatdan, zikrdan, bunaqa Alloh taolaning kunlaridan, rahmatlaridan, barokatlaridan mazza qila olmay qolamiz. Sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, hadid dunyosini so'rolmagan. Shu ilm, Qur'on so'ragan, oxiratini, jannat so'ragan, jamolini so'ragan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishlikdek ulug' bir maqomda sharaflarni so'ragan azizlar. Shuning uchun bizga bunaqa katta marhamatlar berilyaptiki azizlar. Biz agar qalbimiz sog'lom bo'lganda, biz bunga shunday yorilardi qalbimiz, yuraklarimiz yorilardi. Allohning muhabbatiga, rahmatiga, shunaqa bir rahmatlarini yog'dirdi. Ramazon oyida 4 ta juma to'g'ri kelib tursa, Zulhijja oyiga jumalar to'g'ri kelib tursa, yana Zulhijjaning eng ulug' kuniga qaynab turgan joyiga Arafat kuni bilan, haligi Hayit, Qurbon hayit kuni bilan juma kuni bitta bo'lib tursa, har bunga shodlanamizmi? Yo shodlanmaymizmi? Xursand bo'lib ketamizmi? Musulmon odam xursand bo'lib ketadi. Buni bundagi olgan savobimizni, ajrimizni 100 yil ibodat qilsak ham ola olmaymiz axir. Hammasi mujassam jam bo'lib turgandagi fayzi barakani ola olmaymiz. Xudo bizga shuni beryapti. Ana shuning uchun buni bir tafakkur qilib, Allohga shukrimizni ziyoda qilsak, azizlar, bizda Alloh duomizni rad qilmaydi. Shu duo so'raveramiz, shu taqdiriga to'g'ri kelsa kelmasa so'raveramizda, keyin tushkunlikka tushib qolamiz. Va duo qildim, payg'ambardan so'radim, avliyodan so'radim, jamoatdan so'radim, solihdan so'radim, hamma zikr tasbihlarni qilib so'radim, Xudo bermadi deb tushkunlikka tushib qolamiz shaytonning vasvasasiga. Vaholanki buni javobini Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam berib qo'yganlar. Duo ko'tarilgan qo'l quruq qaytarilmaydi, Alloh hayo qiladi.
ko'tarilgan qo'l quruq qaytarilmaydi. Bu bizni taqdirotimizga, taqsimotimizga to'g'ri kelmay qoladigan joylari bo'lar ekan. Bir xil narsalar shuni so'raveramizki, teskari narsalarni so'raveradi bir xillar. Shu darajada to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham so'rayotganlar bor. Ushbu bizdan bo'lishi ham mumkin, bir narsa yo'lda paydo bo'lib qolsa, yoki boshqa bir narsalardir, bir nimalarni orzularini, nimalarni fantaziyalarini so'radi, ishga so'radi. Yoki Alloh taolo bandasini sinaydi, taqdirotini, taqsimotini yozgan azizlar. To'rt xil taqdir bor azizlar. Qur'onda va hadisda tasdiqlangan insonni taqdiri 50 ming yil oldin, yaratilishidan oldin yozilib bo'lgan. Qalamlar qurigan, siyohlar qurigan. Kitoblar yopilgan. Bu taqdir o'zgarmaydi. Endi insonni umri mobaynidagi taqdiri bo'ladi. 70-80 100 ga kiradigan. Bular o'zgaradi duo bilan. Yoki yillik har Laylatul Qadr kechasida bir yillik taqdirot, taqsimot sizda fe'l-xuylaringizga yarasha Alloh taqsimot, taqdirotni yozadi. Noshukrligiga rizqi kamayadi. Shukri ziyoda bo'lganda rizqi ro'zi ko'payadi. Kunligi bor. Har kun tong otganda farishtalar uxlayotgan bilan qo'yg'oq bo'lib Xudoga zikr qilib yoki sayyi harakat qilib uyim joyim ro'zg'orim deb harakat qilayotganlarga beriladigan bor. G'aflatda yotgandagi qiyiladi, qo'yg'oq bo'lib, ogoh bo'lib turib Alloh deb turganga Alloh taolo rizqini harakat qilganga mo'l-mo'l qilib qo'yadi. Bunday taqdirotlar bor azizlar. Asl taqdirotga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, Alloh shunda ham bandaning qo'lini quruq qaytarmasa kerak. Ammo lekin mana bulardagi 3 ta taqdirotni hadisga muvofiq o'zgaradi. La yaruddul qada illa duo va la yazidul umr illa al-bir. Balo qazo ofat kulfatni faqat duo qaytaradi degan. Bemahal bo'lib ruhtomat har xil narsalar. Insonni umrini uzaytiradigan narsa duo. Insonni umrini uzaytirib beradi. Duo. Yaxshilik, xayr ihson insonni umriga umr qo'shadi. Bu umrimizdagi taqdirotlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuning uchun taqdir deganda ham adashib qolmasligimiz kerak. Duoda ham tushkunlikka tushib qolmasligimiz kerak. Chunki Alloh aytayaptiki, Allohning himmatini qarang. U duoni Alloh taolo o'sha so'raganini yo o'sha zahoti beraveradi, yo kechiktirib beradi, ma'lum bir sabablarga. Yoki Alloh subhanahu va taolo oxirat qo'yib qo'ygan. Alloh bizga hisob kitob bermaydi azizlar. Biz Alloh taologa hisob kitob beramiz. Allohning bizni qabul qilishi ham bizlarni duomizni qabul qilmasligi ham rahmat. Shuni bilib olishimiz kerak. Allohning bizni musulmon odamni shunday payg'ambarimiz ta'rif qilganlarki, musulmondek go'zal bir nima yo'q, kimsa yo'q. Qarang deydi. Unga Xudo shunday berganki, uni umridan, uni musulmonligidan ham chiroyliroq biron bir narsa yo'q. Xudo shunday bir uni yaxshi ko'radiki, unga bir musibat yetsa sabr qiladi. Alloh uning uchun ajr beradi, gunohlariga kafforat qiladi. Unga bir ne'mat yetsa shukr qiladi, Alloh ziyoda qilib qo'yadi deydi. Shuning uchun duomiz joyida ijobat bo'lsa ham ne'mat, kechroq bo'lsa ham, oxiratga qoldirilsa ham bu ne'mat. Ana aytayapti, oxiratda bandaga savoblar ko'rsatilar ekan. Banda voy bu buncha katta ko'p savob qilmagandir-ku deb hayratlanib, ajablanib turganda bu dunyoda qilgan duolaring, ko'targan qo'ling o'sha ma'lum sabablarga ko'ra senga bu dunyoda berilmagan so'rovlaring, talablaringni oxiratga olib qo'ygandek mana shu saniki desa, qani endi qolgan duolardan oxiratga qolgani deydi duolar. Chunki bu dunyodagisi hammasi o'tib ketdi, kuch bo'lib qoladi. Oxiratdagisi abadul abad maqom, darajat, yanada Allohga qurbat, yanada jannatda darajati balandroq bo'ladi. Mana bundoq azizlar duolar ko'targan qo'limizni quruq qaytdi, ijobat bo'lmadi deb shaytonning vasvasasiga tushib qolmasligimiz kerak ekan. Duolar ijobat bo'ladi. Biz hali dunyoni so'ramasdan
Dunyoni so'rasak shunaqada, dunyoni so'rasangiz, dunyodan kim masaqiga? Yo ijobat bo'ladi, yo bo'lmaydi, g'ash bo'lsa qo'y ijobat bo'lmaydi. Oxiratni so'rasangiz-chi? U bir tijoratdan bo'lmaysiz, ijobat bo'ldimi, bo'lmadimi, orqasidan tushib turmaysiz. U bo'ldi, ijobat bo'ladi, oxiratda olaman deydi odam. Bo'ldi, ko'ngli yoshib ketadi. Dunyoni so'rasangiz, ijobat bo'lib qolib, ishingiz hal bo'lib qolsa, bu qolib bo'lmasa, voy boshimga, voy alami oldi, vohi quvoni olamni tutib, dod voy qilib yuradi odam. Oxiratni so'rasa, qalbi munavvar bo'ladi. Shuning uchun bu ulug' o'ylar, oxiratimiz uchun zaxira bo'ladigan kunlar, vaqtlarni, Xudo bergan bu imkoniyatlarni qadrini bilishligimiz kerak, shukrini qilishligimiz kerak. Ko'proq tasbihlar, zikrlar qilib qolishligimiz kerak azizlar. Jannatda hamma pushaymon qiladi. Ya'ni hamma pushaymon qiladi. Kam zikr yo'q, kam Alloh taolaga ibodat qilganidan. Allohning sinovlariga sabrli bo'lmaganligidan, toqatsiz bo'lganligidan juda ham uyaladi. Dunyoni biz Ali roziyallohu anhu juda chiroyli ta'rif qilib qo'ygan. Rosa siqilib, ezilib ketgan odam, voy boshimga, voy yuragimga deb kelganda nima bo'ldi? Shuncha tashvish. Tug'ilmasdan oldin bormidi, yo'q edi. O'lganingizdan keyin bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Shu yo'q narsaga shuncha qayg'urasizmi degan ekan. Bor Allohga, bor haqiqat ibodatga, zikrimizga, aniq bir narsaga vaqtimizni, kuchimizni sarflashligimiz kerak. Azizlar, mana shu kunlarimizni g'animat bilaylik. Alloh bizlarga shu amr ma'rufni berib qo'yibdi. Mana shu amr ma'rufda, mana qarang, amr ma'rufda bo'lmasa qayerdan bilamiz? Bir-birimizga nasihat qilyapmiz. Bir-birimizga bu ulug' kunlarni g'animat bilishlikni tavsiya qilyapmiz. Zikr qilishlikni tavsiya qilyapmiz. Alloh aytayaptiki, ana jalisun man zakarani, hadis qudsida. Mani zikr qiluvchilar bilan yondoshiman. Siz qo'lingizda tasbih qilib Alloh deb tasbih qilib salovat aytib turarkansiz, Alloh siz bilan birga bo'ladi. Alloh biz bilan birga bo'lishlikdan ham ulug'roq ne'mat bormi azizlar? Butun koinotni, olamlarni, yaxshilik va yomonlikni Alloh taolo yaratib turgan zot, u xohlasa bir yaxshilik yetadi, xohlamasa yomonlik yetmaydi bizga. Iyamsaskallohu bizurrin fala kashfa lahu wa yuridka bi khayrin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Agar u biron bir zarar bilan ushlab qo'ysa, bizda uni ketkizib oladigan bironta kuchi yo'q. Biron bir yaxshilikni berib qo'ysa, uni olib qo'yadigan bironta kuchi yo'q. Alloh xohlaganiga o'z fazli kalamidan inom ehson qilaveradi. Allohning qo'lida. Shu zot siz bilan biz bilan birga turishligi qalbimizni halovat toptirmaydimi? Toptiradi. Allazina amanu bi zikrillahi tatma'innul qulub, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub deydi Alloh taolo. Iymon keltirgan, Allohga chin dildan iymon keltirgan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar degan odamning qalbi Allohning zikri bilan, ibodati bilan halovat topadi, orom oladi. O'zidan huzurlanadi, g'uslidan, tahoratidan, kiyimidan, pokligidan huzurlanadi. Ibodatidan, zohiri botin pokligidan, qandoq ham go'zal bu din, islom dini. Allohning ibodati, zikri qandoq ham go'zal, insonni qalbini munavvar qiladi. Siqilishdan, tushkunlikdan, qo'rquvdan, vahimadan, o'limdan xalos qiladi. Ya'ni o'limdan qo'rqmaydi musulmon odam. O'lsa barzax olamida uni ne'matlar kutib turganini va erta bir kun ibodatlari albatta foyda berishligini, Allohning huzurida yuzi yorug' bo'lishligini biladi. Oxiratda jannatga kirib Allohning jamolini ko'rib, roziligiga erishib, abadul abad jannatga muvaffaq bo'lishini biladi. Albatta bu insonni yayrab bo'ladi sizlar. Xursand qilib yuboradi. Ana shunday iymon keltirgan bandalarim, meni toatim bilan, ibodatim bilan, zikrim bilan qalbi orom oladi. Ogoh bo'linglar, Allohning zikri bilan qalblar orom oladi. Va la zikrullohu akbar. Va la zikrullohu akbar. Allohning zikri eng buyukdir. Eng buyuk ne'matdir. Hamma narsadan buyuk azizlar Allohning zikri qilishlik. Ana shuning uchun Alloh bizlarga shunday bir imkoniyatlarni beryapti. Bir-birimizni iymonimizni nurini munavvar bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Bir-birimizni ko'rib ham iymonimiz ziyoda bo'ladi. Buni kiyimini qarang, chiroyini qarang, nurini qarang. Yana ibodatingizga ibodat
qo'shgisi keladi, zikringizga zikringiz qo'shib, o'sha birodaringizga o'xshagisi kelib ketadi odamlar. Shuning uchun bu bir-birimizga amr ma'ruf qilib, haftada bir marta bo'lsa ham amr ma'rufni tinglab eshitishlik juda katta ne'mat. Keyingi haftagacha bizni qalbimizni munavvar qilib, yana quvvatimizga quvvat, zavqimizga zavq, shavqimizga shavq qo'shadi. Inshaalloh mana bugun yana bizlarni zavqimizni, shavqimizni oshiradigan bir hislat xulq haqida suhbat qilamiz. Halimlik va g'azabni ichki yutishning fazilati to'g'risida mana qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha suhbat qilamiz. Halimlik, muloyimlik bu juda katta maqom. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam at-ta'anni minalloh va al-ajulatu minash-shayton deganlar. Bosiqlik, vazminlik, halimlik Allohdandir. Shoshqaloqlik, g'azab shaytondandir dedilar.